Şu Nexia 1 i Matiz satıladi. Nexia 1'imiz 2006-yıl Pol Lucas 5 konditsioner Lucas variant. Metanı 100'lük, 4 balon taza, son strambolyor motorları, bez rasxod, Pioneer magnetofon, chexol polik, mejigar qo'yilgan Nexia 1'ga. Matizimiz 2008-yıl Pol Lucas, metani bar 65'lik, metanda da benzinda da yurtdi. Saz mashin bu da, o'zlarim sayda birgan mashin. Yani xalatlari benzinda da, metanda da yurtdi Matizimiz. Nexia 1'imiz 2006, Matizimiz 2008. Nexia 1'da 100'lük metan, bunda 65'lik. Kraskalari Matiz zanglar ishlangan. Matizda polni teshkirtirib olaverasizlar. Eldikini bütün turibdi, udari yo'q. Nexia 1'imiz ham kraska bor, bunda da teshkirtirib olaverasizlar. Baholarına kelsak, Nexia 1'imiz 36 million so'm, Matizimiz 27 million so'm. Ikkovini ham ustunda kelishib qaytib beramiz. Yani ichki sostavlari hech yer tiq ketmagan, soz akkuratniy haydalgan mashin. Bu mashinamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosinglar. Bundan ham arzon mashinlar qo'yib berishda davom etamiz.